Xo'p, Telegram bo'yicha yana bitta lifehack. Misol uchun mana Telegram ustiga bosib kirsam, hozir kimdir Telegram turibdi. Misol uchun o'zimni noutbuk yoki o'zimni kompyuterim emas. Kimdir Telegram turibdi. Kirsam boshqa birovniki. Undan chiqib ketib yoki parol turgan bo'lsa, umuman ichiga kira bilmayman. Shunday paytda yana bitta Telegramni uстановка qilish kerak. Buni qanday qilamiz? Buni ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li xo'p, misol uchun mana shu ekranda shu Telegram ikonkasi turibdi. Mana shuni bitta tanlayman, keyin mishkani o'ng tarafini bosaman va bu yerda mana расположение fayla. Buni tanladim. Mana bu yerda menga hozir Telegram qayerga установка qilinganini ko'rsatib berdi. Menga bu yerdan shu Telegram .ex degan formatidagi fayl kerak. Buni Ctrl S knopka bilan kopировать qilaman yoki ustiga bitta bosib, mishkani o'ng tarafini bosib, bu yerda mana kopировать bor. Endi menga hozir misol uchun video degan bo'limga yoki izobражение bo'limiga o'taman. Bu papkaga kirib, shu yerga misol uchun bitta papka yaratib olaman. Новая papka Telegram va shuni ichiga kiramanda boyagi ko'paytirgan narsamni tashlayman. Buni Ctrl V orqali tashlayman. Yana bitta yo'li, boya ko'payib kelgan bo'lsam, bu yerdan mana stavить. Stavit'ni bossam mana Telegram keldi. Endi shuni ustiga 2 marta bosaman. Xo'sh. Ochadi. Mana o'sha fayllarni ochdi. O'zini ham ochadi hozir. Mana pastdan ochdi o'sha orqa tarafdan mana. Bu boshqa Telegram. Hozir endi qarang, bu Telegramga kirib ko'rsam, endi bunda hozir profilim yo'q, boya chiqib ketgandim. Ustiga bosaman 2 marta. Bu ham alohida bo'lib ochiladi pastdan mana. Bu alohida mana. Ko'rdingizmi? Bu yana bittasi. Endi keyingi muammo, misol uchun shu Telegram ikonkasi bu joyda yo'q. Endi qanday kiraman? Shu Win knopkasini bosaman. Mana shu Winni bosaman. Winni bosdim va bu yerga Telegram deb yozaman. Mana Telegramni ochib beradi. Shu yerda mana topgan paytim o'ng tarafiga bossam, mana перейти к расположению файла. Bu orqali kiraman. Mana shu joyga olib kelib beradi yana. Yo, bu yorliqqa olib keldi Telegram desktop. Hozir mana ko'rsataman. Misol uchun mana shunga kirib, yo'q. Misol uchun mana hozir bu tarafda yo'q. Bu Winni bostimda Telegram yozdim. Bitta bosib kirdim ustiga. Misol uchun shu kimdir Telegramni parolni so'rayapti. Menga u joylari kerak emas. Bu joyini mana Telegram ikonkasini ustiga borib o'ng tarafini bosaman. Bu yerda mana Telegram ustiga boraman, yana o'ng tarafini bosaman. Bu yerda endi свойства. Hozir men mishkani o'ng tarafini bosdim. Endi свойствоga kiraman. Bu yerga kirsam mana bu yerda расположение файла. Shuni ustiga bossam mana yana shu tarafga kelib beradi. Yana shuni ko'pay qilib olamanda rasmga o'tib, endi bu yerga yana yangi papka ochaman. TG2 deyman, Telegram 2. Bunga ham kirib yana tashlab yuboraman. Shu faylni yana ustiga 2 marta bosaman. Mana yangi Telegram yana bitta. Buni o'chirib turaman. Mana yangisi ochildi yana. Xohlagancha ochsangiz bo'ladi. Misol uchun bitta Telegram 3 ta profil ochish mumkin. Yana bitta shunaqa uстановка qilasizda, yana 3 tasini ochib olasiz.